Assalomu alaykum hurmatli Promoy kuzatuvchilari. Hozir biza bugungi videomizda anchadan beri o'zi YouTube'ga uzoq mana shunaqa formatda video qo'ymay kelyaptik. Hozir moykada trade in va shu cross marketing haqida gaplashamiz bu videoda. Xo'p, cross marketing nima degani? Agar moykangiz bo'lsa, joyingizda moykaga qo'shib mana sug'oy tuman qilishingiz, vulkanizatsiya, yana shu moykaga kerakli boshqa xizmatlarni yo'lga qo'yish, misol uchun elektromobillar uchun zaryadchi qo'yishingiz mumkin. Aytayotganda shu birga nima qilish. Bu hammasi cross marketing deyiladi. Biz hozir birinchi qo'ygan joyimizdamiz. Bu 2 yil oldin edi, adashmasam. U yerda juda oddiy edi. Hozir buni avtopauzaliga almashtirganmiz. Hammasini shitlarni almashtirganmiz. Oldin latta qisadigan shunaqa nimalari yo'q edi. Hozir men latta qisadigan shu xullas moyka kerak narsalar. Keyin bu vulkanizatsiya qilganmiz. Narsalar ichida endi balon yamashga kerak bo'lgan texnikalar, boshqalar. Endi narx qiziq bo'lsa, yangisini 2200 ga olsangiz bo'ladi. Telegramdan so'roq qoldirsangiz biza shu kimdan olsangiz bo'ladi tashlab beramiz yoki bularni OLX'lardan qarab o'tkazib kerak narsalarni hamma balon kiradi, anaqa balon ochadigan kompressor, hamma shu kerakli, xullas o'tkazib kerakli hamma apparaturani setini 1700-1800 ga topsangiz bo'ladi OLX'lardan. Xullas bu o'sha vulkanizatsiya qilib bo'lsangiz, misol uchun shu apparaturingizda ham kuniga vulkanizatsiyachilar 200 ming, 150 ming so'm yoki 100 ming so'm arenda to'lab turishi mumkin sizga. Xo'p, moykada trading haqida gaplashamiz. Trading nima degani? Sizni eski boksingizni olib qolamiz. Mana shu eski boksingizni shuni olamiz o'zimiz. Buni $500 ga olamiz. O'zimizda mana shu boksimiz avtopauzali. Hamma narsasi nerjovikda bo'ladi. Mana shunaqa oynalarga tushirilgan 5 ta funksiyali bo'ladi. Biza sizga bu o'zi 1800 turadi. $500 ga biza sizni eski moykangizni olib qolsak, 1300 naplata qilsangiz, biza sizga yengisiga almashtirib bersak bo'ladi. Shunda moyka shu rekonstruksiya qilgan bo'lasiz. Xullas, bit moykani rekonstruksiya qilish o'zi apparatura xarajatdan shu. Endi qolgan narsalarini misol uchun tozalattirib, bannerlar almashtirsangiz, endi shu holatga qarab o'zingiz qilsangiz bo'ladi. O'zi qanchada bir moykani rekonstruksiya qilib turish kerak degan savolga endi bu ham holatga qarab, misol uchun samoyka endi qo'yilganda boshida faqat pena bilan suv bor edi ko'pchilikda. Endi o'shalarga talab boshqa joylarda konkurensiya bo'lib, raqobat bo'lib, ularga talab kamayayotgan sari endi demak o'sha u ham misol zamonaviyroq qilish kerak bo'lsa, biz tavsiya qilamiz rekonstruksiya qilish. Shunda yana ham qulayroq qilib mijozlarga siz klient oqimini oshirsangiz bo'ladi. Mana vulkanizatsiya nima apparatura desa, endi hozir bu mana ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana balansirovka, diska turni qiladigan narsalar, balon ichadigan apparatura shular kiradi. Xo'p. Keyin bizani bokslarimizda hammasida misol uchun klik imkoniyati bor, vizit knopkamiz bor, NFC kartasi bo'ladi. Qo'ysa sirada avtomatik pauza bo'ladi. Juda ham oson joyi. Bitta prosta botdan bitta stiker, u yoqda bitta stiker bor. Shuni tiqib qo'ysangiz, uni o'zingizdan ustanka qila olasiz buni. Bularga shu bog'lansangiz, videolarni ham tashlab beramiz. Dalniy moment hozir moykamiz ertaga ishga tushadi. Endi bannerni almashtiramiz, xudo xolisa ertaga almashtirib ketadi bannerchilar. Xo'p, mana bitta joyini sug'oy tuman uchun qoldirganmiz. Bitta mashina kirib, alohida sug'oy tuman qiladi. Yana cross marketing haqida biz mana xuddi samoykaga o'xshab pul tiqadigan joyni tualet shunaqa qilib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni pul tiqadi, keyin tualet ochiladigan qilish mumkin. Bu ham cross marketingga anaqa. Endi motor joylarini hozir hammasini nastroyka qilyapmiz, ximikatlarni to'ldiryapmiz. Xudo xolisa moyka shunaqa qilib ishlaydi. Aytaman. Xo'p, yana bir funksiya bizda mana shunaqa update deb yozib turibdi. Bu yangilanyapti, funksiya yangilanyapti. Misol uchun hozir ayni turgan joyimiz bu mahallani ichida bo'lgani uchun uylar ko'ryapsiz. 24/7 ishlamaydi. Ertalab soat 7 dan kechqurun soat 10 gacha ishlaydi. O'sha shunaqa programma yozilyapti. 10 bo'lsa shu puli qolmagandan keyin ogohlantirish chiqadi ekranda. Keyin moyka o'chadi misol uchun. Shunaqa proshivka qilinyapti. То есть Promoyda asosiy demak
boshqaruv pultlarining asosiy boshqalardan farqi, demak, plata o'zimizda ishlab chiqariladi va bu 100% dastur o'zimiz yozganimiz uchun bunga sizga qulay bo'lgan dasturlarni yozib, proshkadan yozib berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, u e'tiborli uchun shu. Yana qanaqa savolinglar bo'lsa, trading bo'yicha, shu rekonstruksiya bo'yicha, samoyka qurish, noldan qurish kerak bo'lsa, pastga izohlarda yozinglar. Va video ostida biz telefon raqamimizni qoldiramiz, kol markazimizda. Bemalol telefon qilib, to'liqroq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Shu yana o'sha biz videoni ko'rib turgan hamma shu naqalarni so'ramoqchi edim. Moyka bilan cross marketing nimalarni qilsa bo'ladi? Misol uchun hozir biz aytdik, vulkanizatsiya qilish mumkin, elektromobillarga zaryadchi qo'yish mumkin, sug'oy tuman qilish mumkin, tualetini pulli qilib qo'yish mumkin. To'g'ri, endi pulli qilishni ma'nosi bu ko'p daromad qilish emas, doimiy toza ishlab turish. Moykani sababi o'sha qog'ozlar qo'yiladi, har xil narsalar qo'yiladi, tozalab turish kerak bo'ladi. O'sha uchun misol uchun kamroq summa bo'lsa ham bu o'sha doim toza ishlab turishga sabab bo'ladi. O'sha uchun kam bo'lsa-da daromad keladi. Yana nimalar qilish mumkin? Samoyka bilan birgalikda balki moy almashtiradigan narsalarni qilish mumkindir. Bu hozircha meni fikrim, oz bo'lsa-da tajribamizdan chiqqan xulosalar. Sizda ham yana g'oyalar bo'lsa, pastda izohlarga albatta yozib qoldiring. Xizmatinglardamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa kim mana shu samoyka ochmoqchi bo'lgan bo'lsa, tez orada niyatlariga yetsin. Bunda biza xizmat ko'rsatsak, yana ham xursand bo'lamiz. E'tiborli uchun rahmat, salomat bo'linglar.